Assalomu alaykum, mening oshxonam kanalining obunachilari. Bugun biz sizlar bilan keks tayyorlashni o'rganamiz. Bizlarga kerak bo'ladi 4 ta stakan un elab oldim, 200 gram margarin, 2 dona tuxum, 1,5 stakan shakar, 500 gram smetana, 18 gram razlixitel, yarim qoshiqda vanilin kerak bo'ladi. Eng avval unimizga razlixitel, vanilin solib aralashtirib olamiz. Margarinimizni solib urvoq holatiga keltirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilab bir xil bo'lguncha un bilan ezib kroshka holatiga keltirib olamiz. Margarinimiz bilan unimiz aralashib ketdi. Endi buni chetga surib turamiz. Alohida tog'orachamizga shakar, tuxum, smetanamizni solib aralashtirib olamiz. Masalliqlarimizni tayyorlab oldik. Endi ikkinchi tog'orachadagi masalliqimizni birinchi tog'orachadagi masalliqimizga qo'shamiz. Qoshiq yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Masalliqimizni aralashtirib oldik. Endi buni keks qolpimizga joylab olamiz. Qolpimizni yaxshilab sariyog' yordamida yog'lab oldik. Endi xamirimizni joylab olamiz. Keksimizni ham joylab oldik. Endi oldindan qizdirilgan xofkada o'rtadan pastroq olovda 45-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Oradan 50 daqiqa vaqt o'tdi. Keksimiz zarib chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Endi buni issiqligida qolpimizdan ko'chirib olamiz. Mana azizlarim, keksimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.